Mahmudjon aka, yurakni doim miya boshqaradimi? Yo'q, u mustaqil ishlay oladi. Sababi o'zining maxsus elektr manbai mavjud. Yurak muzlashi mumkinmi? Ha, kardioxirurgiya operatsiyalari davomida yurakni maxsus eritmaga solib muzlatiladi. Operatsiyadan so'ng qayta ishlatiladi. Kulish yurakka foydalimi yoki zararli? Foydali, sababi stress gormonlari kamayib, yurak qon tomirlari kengayadi, yurak uchun foydali. Yurak og'rig'ini tish og'rig'i deb adashtirish mumkinmi? Ha, ba'zilarida yurak og'rig'i pastki javdali og'riq bilan kechadi. Qo'shimcha yurak sohasida og'riq bo'ladi. Bu katta hajmdagi yurak infarktiga sabab bo'lishi mumkin. Nima uchun infarkt ko'pincha ertalab bo'ladi? Sababi ertalabda gormonlar, ayniqsa adrenalin, erta tongda ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Yurak urishi, qon bosimi oshib, yurakdan tromb tiqilish ehtimolligi oshadi. Yurak og'rig'i har doim yurakdanmi? Yo'q, ba'zan oshqozon, o'pka va stressga bog'liq og'riqlar ham kuzatiladi. Yurakni himoya qiluvchi eng yaxshi sport qaysi? Erkin yurish va suzish. Yana shunday foydali ma'lumotlar olish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta bizning sahifamizga obuna bo'lishingiz kerak.